Assalomu alaykum. Kunimiz charchamayat bilan boshlangan kunimiz fayzli, barokat, tinch, sog'lik, omonlikda o'tsin. Xullas, ichimlik suv yorilgan ekan. Hozir videosini ham qo'yaman, ko'rasiz. Xullas, mana shu holat kechadan beri, o'zi kecha boshlanibdi. Ancha-muncha suvlar oqib ketyapti, ko'ryapsizlar mana. Toshkent viloyati Bo'stonliq tumani Tovoqsoy qo'rg'oni 7-sonli bog'chaning yoni. Buni atrof qaranglar mana. Shuncha suv to'lgan. Ichimlik suvi behuda shundoq oqib ketyapti. Suv asrashimiz kerak. O'zi suv tanqis bo'lsa o'zi. Xullas, shu masala bo'yicha tegishli tartibda chora ko'riladi degan umiddamiz, hurmatli mutasaddi xodimlar. Javoblar kutamiz albatta. Bu ichimlik suvi oddiy suv emas. Kanalizatsiyaniki emas, bu ichimlik toza suvi. Shunchalik uvolib bo'lyapti. Bee'tibor bo'lmanglar, iltimos. Tez orada hal qilasizlar degan umiddamiz albatta. Javoblar kutamiz.